Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda biz sizlar bilan support botlarni keyingi darajaga olib chiqamiz. Ya'ni nima degani bu desanglar, mana support botlarda odatda adminlar ham botda o'tiradi. Bizda uchi keyingi daraja, ya'ni foydalanuvchilar yozganida 2 ta 3 ta adminlar hech qanaqa muammosiz ishlay olishadi va buni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni birinchi profilimdan start bosdim, ikkinchi profilimdan start bosdim. Masalan, birinchi profilimdan profil 1 dedim. Ikkinchisidan profil 2 dedim. Va sizlarga menimcha eshitilyapti. Mana bu yerga xabar kelyapgani mana. Bu ikkita admin mana. Mana tester 2, mana Ako. Ya'ni ikkita adminimiz bor hozir. Ako asosiy admin bo'lsa, tester 2 bu o'sha ikkinchi admin. Endi qaraydigan bo'lsak, profilimizdan profil 1 dan 1, profil 2 dan 2 keldi va deylik, men profil 2 ni ko'rmoqchiman. Mana bu yerda band deyapti ko'rganingizda va mana bu chat band qilingan. Ya'ni bitta foydalanuvchi, ya'ni bitta admin javob yozish uchun bu yerga kirsa, bu yerdan boshqa adminlar u chatga kira olmaydi. Mana qaysi admin ishlatayotganini ham ko'rsa bo'ladi. Va bizada odatda bitta muammo bo'ladi. Uni keyinroq gaplashaylik uni. Tak. Bizada tepada 3 ta bo'lim bor. So'rovlar degan bo'lim bor. Bu yerda hali javob yozilmagan, hali o'qilmagan xabarlar. Bandlarda bo'lsa, kimlar bilan qaysi adminlar gaplashayotgani va hammasida bo'lsa aralash. Endi ikkinchi profildan biz bunga qaraydigan bo'lsak, ikkinchi profil band qilindi mana. Ko'rdinglar? Mana Akodan biz profil 2 ga kirdik mana. Tester 2 dan profil 1 ga kirdik va bemalol biz yozaveramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana masalan, javob 1 deymiz. Ya'ni bu tester 2 dan ketdi. Mana tester 2 dan javob 2 mana. Bu bo'lsa Akodan javob 1. Ko'rdinglar, mana Akodan javob 1, tester 2 dan javob 2. Endi biz mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana Akodan javob 1, tester 2 dan javob 2 ko'rib turganinglardek. Ya'ni bu gaplashish uchun mukammal va bu yerda rasm tashlash degan narsalar bor. Mana masalan, mana rasmni tashlaydigan bo'lsak, qaysi profilga kelib tushdi ekan? Mana menga kelib tushdi. Ya'ni mana profil 2 dan, mana profil 2 dan kelib tushdi va biz fayl ham tashlashimiz mumkin. Mana bu holatda, ya'ni bu fayl holatida va u ham bu yerga kelaveradi. Ya'ni mana bu holatda ustiga bossak, biz sketchat qilib olamiz va kompyuterimizda ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu xohlangan support tizimiga bemalol tushib ketadi va 4 ta 5 ta adminlar, ya'ni bitta foydalanuvchiga tiqilib qolmaydi. Eng muhim bizning funksiyamiz mana shu. Keyin bizada bitta narsa bor edi, lekin hozir u narsani olib tashlabman esli joyga. Chunki hozir test rejimida bitta funksiyani olib, boshqasini qo'yib, ya'ni takomillashtirishga harakat qilyapman. Chiroyli qilib aytadigan bo'lsak. Hop, bizani asosiy support tizimimiz bu bo'lgani bilan hozir men sizlarga endi mana bu bo'limni ko'rsataman. Ya'ni bu support panel eng katta adminni boshqaruv paneli bo'ladi. Bu yerda bemalol admin tayinlashi mumkin mana bu holatda va dashbordga kirish orqali adminlar nechta odam savol jo'natdi, ochiq chatlar, ya'ni ochiq chatlar deganda adashmasam band qilingan chatlar nazarga tutiladi, lekin bizda ikkita band qilingan chat bo'lsa ham mana bu ochiq chatlar bo'limi ishlamayapti. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz va kutilayotgan so'rovlar yo'q. Bu nimaligini hozir ko'rsataman. Mana chatdan chiqamiz, ya'ni band qilinmagan holatga o'tkazamiz va javob yozamiz. Masalan, salom deb. Va bu yerda bitta restart qiladigan bo'lsa, ochiq chatlar 1 bo'ldi. Ya'ni men ikkalasini joyi almashib qolibdi eslicha. Buni xavotir olmanglar, productionda to'g'rilab qo'yaman. Oxirgi so'rovlar bu yerda kim yozgani, например, oxirgi chatlarda mana oxirgi yozgan odam va bu band qilingan, bu ochiq. Ochiq chatlar degani eslicha ochiq, hali hech kim band qilmagan degani ekan. Demak, bu almashib ketmagan. Kutilayotgan so'rovlar degan bo'lim bilan mana ikkalasi aslida bitta narsa. Ya'ni sun'iy intellekt bilan style qildiruvdim. Ya'ni yozgan payti kerak emas joy qo'shib qo'ygan ekan. Mayli, olib tashlaymiz, zarari yo'q. Endi biz keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yerda so'rovlar, ko'rib chiqilayotganlar. Mana bu yerda bo'lsa, kutilayotganlar bu yerda bo'ladi. Bu so'rovlar degani admin bo'lishga zaifga tashlagan odamlar. Ya'ni bizda shunaqa bo'lim bor. Odamlar o'zini admin bo'lish uchun zaifkasini tashlaydi va buni katta admin hal qiladi. Admin qilish qilmasdan. Tizim degan bo'lim bu chatlar. Bu yerdan biz chatni ochishimiz mumkin, mana bu holatda ko'rishimiz mumkin. Ochib bemalol biz titib ko'rishimiz mumkin va xavfsizlik nuqtai nazaridan mana bu holatda bizdan login parol so'raydi. Ya'ni biz bu chatni mana bu holatda ham hech kim ko'ra olmaydi. Ya'ni bu support tizimi inshaalloh xavfsiz bo'ladi.
Keyin xohlagan chatni ko'ra olamiz. Mana bandini masalan ochib, admin nima deb yozayotganini ham ko'ra olamiz. Hozir biz yozib javob qaytaraylik mana shunga. Qaysi bu? Nuqta уже band qilingan ekan. Mana qayoqda? Mana bu yoqda band qilingan. Deylik mana salom. Bu yoqda qaraydigan bo'lsak, mana salom ketdi. Menimcha sal bo'lsa ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi foydalanuvchilar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu botga start bosgan odamlar. Ya'ni mana men bitta profilimdan, ya'ni ikkita profilimdan bosganman va bular nega kerak? Hozir men bunga ham javob berib ketaman. Telegram bot degan bo'limimiz bor va bu yoqda botimizni ulab qo'yamiz. Ya'ni biz bu yoqga masalan botni uzish qilib turib, yangi token berib, unga nom qo'yishimiz mumkin, description va start bosganda keladigan javob hammasini biz shu yerdan nastroyka qilishimiz mumkin. Support botdan salom keldi. Hozir kelmadi, boya kelgan, просто notification manda kech chiqadi. Endi qaranglar, broadcast degan joy bor. Bu narsa nega kerak? Ya'ni botimizga start bosgan hamma odamlarga, mana bu ikkita odam bosgan-ku hozir. Bizda inshaalloh support bot katta bo'ladi va u yoqda 10 mingtalab odam bo'lishi mumkin. Hammasiga bitta vaqtda xabar jo'natish uchun. Mana hozir men jo'nataman va ko'radigan bo'lsak, mana ikkalasiga jo'natildi va qaraydigan bo'lsak, mana salom bu broadcast degan xabar ikkala profilimizga bizda yetib keldi. Support chatni bosadigan bo'lsak, bizani support bo'limiga o'tib boradi. Eslicha super admingina bu joyga kirishi mumkin. Ya'ni mana bu profilimiz oddiy admin edi. Biza bu yoqda mana super admin bo'limiga kiradigan bo'lsak, ko'rdinglarmi, oddiy joyga o'tib bordi. Ya'ni super admin bo'lmagan odamga bu joyga kirishga dastur bermaydi. Mana bunaqa panellarga umuman kirishga dastur bermaydi. Ya'ni xavfsizlik jihatdan ancha o'ylangan support tizimi va bu o'sha Telegram bot bilan ishlagani hisobiga ancha qulay va men to'g'risini aytaman, dasturchi sifatida maza qilgan funksiya ham bu. Mana menga bo'ldi, chunki menga aloqaga chiqqan 90% support uchun aloqaga chiqqan odamlar Telegram bot yasatishgan. 3ta odamga yasab berganman support bot va ularning hammasi bitta guruh ochiladi. Guruhga savol keladi. O'sha savolga javob berish tugmasini bosib, keyin botga javobni jo'natish kerak. Bu juda noqulay. Mana bu tizim bo'lsa, inshaalloh bizda juda ham qulay bo'ladi. Ya'ni mana masalan, kimnidir chatini band qilganimizda mana u kim tarafidan band qilinganini ko'rsatadi va unga kira olmaymiz. Va biza u yoqni yopib chiqib ketganimizdan so'ng mana bu yoq ochiladi va boshqa admin kira oladi va boshqa admin kirsa biz kira olmaymiz. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh buni yana ustida takomillashtiraman. Bu tizimni bemalol mana pastda chiqqan Telegram manzil yoki-da bemalol meni kanalim orqali Telegramga o'tib sotib olsanglar bo'ladi. Men bu tizimni o'sha vaziyatimga qarab naqlayman. Hali buni ustida ishlayman va inshaalloh to'liq ishlab bo'lganimdan keyin sizlarga aniq narxini aytaman. Lekin o'rtacha arzon bo'ladi, chunki bu juda ham katta tizim emas. Oylik to'lovini aytadigan bo'lsak, menga emas, shu serverlar, bunga bitta server kerak bo'ladi, bitta domain kerak bo'ladi. Domain yiliga 29 ming, server bo'lsa 60 mingdan boshlanadi. 60 ming oyiga to'lab tursanglar, sizlarda mana shunaqa katta tizim bo'ladi. Buni bir martalik menga dasturchiga qilinadigan to'lovini bo'lsa, inshaalloh Telegramdan yozganinglardan keyin gaplashamiz. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi. Ko'rishganda, ko'rishguncha.